Yo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz Jahongir? Yaxshi yuribsizmi? Rahmat. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Uydagilar hammalar yaxshimi? Ro'zalar bilan charchamay yuribsizlarmi? Yaxshi, rahmat. Xudoga shukr. O'zingiz charchamayapsizmi ro'zalar bilan? Rahmat. Yaxshi yuribmiz. Telefon qilibsiz, eshitmabman. Men narsalar topshiraman deb yurdim poyezdda edim. Ha. Telefon qilganim hozir Sirojni akani qamab qo'yishdi eshitgan bo'lsangiz. Ha, tinchlikmi? Ariza yozishgan ekan, hozir bitta ayol yozgan ekan. Umuman birovdan pulini ololmagan, 130 ming millionmi? Uni qanchadirini olgan, 2 mingini ololmagan ekan. Shunga sen olib beraman deganding deb yozibdi Sirojni akani ustida, advokat bilan. Unga hozir ana qilsam, sizga ham arizangiz bor deyishibdi-da Sirojni akani ustidan. To'g'ri, men ham yozganman. Yozganmidingiz? Men ham yozganman. Endi Jahongir o'ylab ko'ring, bolajonim. Men 1 so'm uchun harakat qilib o'tman. Shu pulni o'ndirib olib beraman advokati bilan. Qancha meni aldadi? Advokat 4 millionni olish uchun 6 millionni oldi. 4 million uchun Navoiyda beraman deb Navoiyga bordi. Pulni oldi. Pulni olgandan keyin telefon qilsam, mening bilan urushib, men seni ko'tingda yuramanmi? Sendan boshqa ishim yo'qmi? Meni itdan o'tirib tashladi. Sirojiddin o'yindan chiqib ketdi deb. Advokatlar palatasına berdim, ha, Oybek. Keyin advokatlar palatasına bordik. Borgandan keyin men 5 marta tergovga borganman dedi. Uchquduqqa borgani bularga qarshiga borishga yo'l kerakligidan meni olib borgan ekanlar. Men to'g'ri qarshiga olib ketdilar Uchquduqdan chiqib. Bo'p, to'ngam rozi bo'ldim. Agar shu Oybek oxirgacha borganda menga alam etmay dedi. Chunki bular aka-uka ikkisi. Menga o'zi topib berdi. Yaxshi advokat topib ber desam, meni aka xonim bola deb topib berdi. Yana shu oralikda sizlar ham o'yindan chiqdingizlarmi? Menga advokat chiqqandan keyin advokatlar palatasidan 2-etajdan 3-etajdan ekan-da u. Yanına bir o'rtog'i bordi, quchoqlashib, zinadan tushib patir ikkisi qo'ltiqlashib. Men to'xtab turdim, shular tushib kelsin, keyin tushaman. Aytishib qamanglar ikkimiz yana bu bilan deb tepada tursam, hali kishi so'radi, nima bo'ldi desa, shunday orqasiga qarab meni ko'rsatib, biz ham pizdes qilganmiz dedi. Bu gap menga qancha og'ir botadi? Jahongir, men 65 ga kirganman. 40 yoshimda bo'lsam, 45imda bo'lsam, menga bu gap alam etmas edi. Chunki yoshman aytdi menga der edim. Men 65 ga kirib ham haqorat eshitsam, ham 20 million pul bersam bularga. Shuni rahmati. Nima ish qildi Sirojiddin? Tergovga kirmas ekan, nimaga boradi? Bormasa, opa men tergovga kirmayman. Men unga borolmayman desin. Men ham bola chaqam rizqini qilib, xolodilniklargacha sotganman. 13,5 millionga kreditga olib, 8 millionga sotib, o'sha pulni olib borib Navoiyda berganman qo'lina. Yeyecek ovqatini pulini o'zina to'latdimmi? To'ladimki, shular yordam beradi. Menga shu pulim olib berar ekanlar. Meni advokatim yanimda deb. Men it o'ynaganda o'ynadilar. O'zim ijarada o'tirgan bo'lsam, boquvchim bo'lmasa, yordam so'rasangiz battar ko'pikka tiqadi ekanlar-da. Shunda hammada yozadi. Siz bo'lsangiz ham meni o'rnimda sizdan bu pul alam etadi. Bolalarimga men 1 kilo go'sht olib bermasam bir oyda. Dadasini ishlagandan men inob yo'l kiraga bering, bu advokatga bering, bu blogerga bering deb olaversam, bolamada yoqmaydi. Kasalman, 5 so'm o'qildan pul topmay men 1 yilga yaqin oyog'imni surrab olib yurdim. O'zi guvoh biladi edi oyog'im bosib o'lmasliklarimni. Mashinada ketganam, yotib ketganman, o'tirib o'lmaganimdan. Menga alam etadi. Ya davolanmasam, ya bolalarimga yedirib ichirmasam, har oyda $200 ijara pul to'lasam, bular o'ndirib beradi desam, men tupikka tiqsa, alam qilmaymi? Men o'rnimga o'zingiz qo'yib ko'ring, Jahongir, qanday alam etadi bolam? Xudo bor hammaga. To'g'ri, tushundim sizni. Lekin hozir Sirojni akaga hozir sizniki ikkinchi ariza bo'lib, ertaga vaziyatlar og'irlashadi. 10 million 10 so'mlik ish qilgan bo'lsa edi, menga alam etmaydi dedi. Bordi Navoiydan, mana o'zingiz guvohsiz. Keldingmi pulni dedi. Kecha 2 million berdim, mana yotog'imga deding, olding. Bizdan yeb ichishimizga, yotog'imizga yetmaydi 2 million deb bo'pti, yetmasa qo'shib tur. Ertaga men beramiz. Pul bilan kelyapsizmi? Pul bilan boryapman. Yana 5 million dem, kechaga 2 million 7 million. Bu pulmi deydi. Men uchun 7 million katta pul.
Çünkü men tengelep tapama. Mehnetimi peşana terim bilen tapama. Tonkıldap gördünüz, maşının arkasında turup puldu aldı, çiz verdi. Nima kıldı o Navoiyga barıp? Avukat yep ketkenimi? Barıp? Hammagam alam yetadi. Advokatın yana aytgan gapim aşıkça boldu. Bu til biriktirip kılinganga kirami şunda. İkinci marta tergov bo'lyapti, borasizmi desam, men qimmat mashinada yurayman Inamarkada. Mening mashinam buzilsa kim remont qilib beradi? 7 million bering, borib kelaman degan. Men 7 million nimaga to'layman? Borib ish bitirmasa. Hammasi til biriktirib yetilgan ish ekan, advokat aytib ketdi, biz ham buni shunday qilib yurdik, shunday qildik deb. Bulardan shunday qilsinlar, menga aytgan, lekin meni qilib olgani yo'q. Bu pul menga halol pulim bo'lsa qaytib keladi. Harom bo'lsa bola chaqasini o'ligina buyursin. Eğer şu mendan haram bo'lib chiqib ketadigan bo'lsa bolalarim rizqi. Rozani kunda qarg'iyman, tangalab topganman men, xotin boshima. Bunga o'xshab ishing bitirib beraman, ina advokatim bor deb, falon million ber, tugan million ber deb aldab olmaganman birovdi. Peshona terim bilan topaman, 5 so'm topsam ham. Men hozir ham oqsaqlanib yuribman. Shu holimdan yana yuribman, shu bola chaqam tirikchiligini 1-2 so'm bo'lam ekan deb. Qarzga kirib ketganman. Qola bana ozgina bo'lsa ham hurmatim bo'lsa, iltimos sizdan. Mayli o'sha 10 million pul men o'zim beraman sizga. Iltimos, sarzingizni qaytib oling. Men telefon qilganman. Jahongir, men telefon qilganman unga. Telefonimni ko'tarmadi. 3 kun telefon qildim, patriyat. 1-mart kuni ham oxirgi marta telefonimni ko'tarmadi. SMS yozdim, 2 marta SMS yozdim. Javob yo'q. SMS ham ko'rsatdim. Men ishim bitirib beraman deb 10 million olgansan, ishni bitirmaydi ekansan, pulimni qaytar dedim. Ko'rdi, SMS'larimni ham ko'rdi. Javob ham qaytargan yo'q. Telefonimni ko'tarib, "Opa, bo'pti, to'g'ri, siz ham shunday qilganman. Men beraman pulingizni, shoshmang" desa-da, men o'tira dedim. Hozir men uydan chiq deb turibdi. Har oyda 200 dollar to'lab bilmadim 2 oydan beri. O'zi bo'lmaydi, ha desangiz oy yugurib kelyapti. Men bola chaqamni qandan boqaymi? Buni to'layimmi? Aldab olingan bu pullarni to'layimmi? Xorazmga 6 oy bo'ldi borganim yo'q. Ukam marakasida chiqib kelganim. Mana yili bo'lyapti. Hali men borganim yo'q, chunki qarzim bor u tarafdan ham. Qanday qarayman? Ukamlarim menga rahmi kelgan bilan kelin bor uyda, begona kelin. Aytmaymi? Opang yana keldi, pulni to'lamadi deb. Bormayotdim, ukamni 40-da chiqib kelganman. Mana 28-avgustda chiqib kelgan, borganim yo'q. Men ham borgim keladi, qizimni ko'rgim keladi, nevaralarimni ko'rgim keladi, og'illarimni ko'rgim keladi. Men hech kimim yo'q shularımdan boshqa. Lekin qarzim bor, bora olmayman. Ana shularga deb qarz olganman. Shuncha 2 yil bo'lib qo'yapti, berilmay o'tiribman. Telefonni ko'tarib, bir "ha-hu" deyish kerakmi? Advokat shu gaplar aytgandan telefon qilib, "Opa, nima bo'lyapti? Nimaga Oybek aka bilan bunday qilib yursam" degan yo'q-ku menga. Tili bir bo'lgandan keyin aytmaydi. Yana bizlar deb aytdi u. Biz ham shunday qilganmiz dedi. Men hududdan yoshdan o'tganman. Shu yerda men janjal ko'tarsam, men shallaqlikka kirgan bo'laman. Xudoga solib yig'lab chiqib ketganman. So'rang Oybegindan. Shunday dedingmi sen? Zinadan tushishingda kim bilan qo'ltiqlashib tushib borishingda deng. Aytib beradi. 5 marta borganman deb betini yuldi. Shuncha odamning ichida qo'lim yo'q deb, "Hammen guvohligingda Xudoga soldim" dedi. "Qiyomatga qo'ydim bu pulni" dedim. Kulib o'tirdi shundan men ustimdan. Mendan betermi ular? Mendan beter bo'lsa-ki, eksan desam. Shu o'tirgan holimda. Mendan beter emas-ku axir. Mana Guleraning qatnashib sotuna vodi qatnab turibdi. 1 so'm kelyapman dedi. Menikina 1 so'm 1 marta bordimi? Oldin oshxonaga kiritaman, qondan to'yg'izaman, keyin yo'lga chiqamiz. Qatga borsa-da. Boramiz, tur oshxonaga kiradilar, perustlar ovqat deb beraman, yana izimizga qaytamiz. Nerga borsa-da shunday aytganman. Ya 1 so'mni to'laying deganmi? Ya ishchiq suvni pulini to'latganmanmi? Ha, meni ishim bitiradi ekanlar. Bular menga endi rahmi kelyapti deyapman. Ular rahmi kelmagan. Meni o'zi chiqmas etdiqqan ekanlar. Hech kimga doding ayt o'lmas deding, deb aytgan pulni olib, mana bopladimmi seni dedilar, yuzima keyin. Hammagam alam etadi. Ya bir yerda stol o'tirib, o'g'illik pul tovib o'tirgan bo'lsam edi, zalal yo'q edi. Birindan keyin haromniki haromga ketdi desam. Xolos, siz Farg'onadamisiz, Toshkentdami? Yo'q, men hozir Qoraqalpoqdaman. Hozir Nukusdan o'tdim, Qo'ng'irotga boyatirman. Shunga narsalar topshirdim-da. Shu vaqtimda 1 soat bor edi, topshirib qo'ying ertaroqdan deb.
narsalar topshirib berganim edi. Ola biza shu 4 ta jurnalist blogerlar 1 million so'm yig'ib bersak, shu arizingizni qaytib oling iltimos. Men Oybekga ham Hospital berganman uni. Shu ikkisi bir bo'lganmi, ikkisi to'laydi shuni. Opa, To'lasin. qarang, yaxshi duolar qilgansiz mani. Shularni hurmati, o'ralarga borib keldingiz mani. Hali yaxshilik qoladi hammamizdan. Qanaqa yordam kerak bo'lsa, yana qo'shimchaga men o'zim turib beraman. Faqat hozir arizingizni oling. Mayli, men 10 million men va'da qilaman, men oldindan beraman shuni. Faqat arizingizni olmasangiz, hozir Sirojniki yana ham og'irlashadi vaziyat. Hammaga ham alam etar ekan. Mehnatli pulingiz birovga berib, ham haqorat eshitsangiz, telefon eshitsangiz, do'qurib gapirsa, men ancha kichkina bolalarim bilan teng. To'g'ri, noto'g'ri. Hammaga ham alam etadi. Yana haqorat eshitganim oshiqcha Oybegimdan. Tovib bergan odamimi? Opa nima bo'lyapti? Nimaga sizlar bunday janjallashib qoldingizlar deb bir marta so'ragan yo'q. Telefon qilsam ko'tarmasa, SMS ko'radi, javob bermasa. Noto'g'ri qilgan, xolos, noto'g'ri qilgan. Men uzr so'rayman uning uchun. Munga bersam pul, munga bersam pul, o'zim ijara yursam deydi. Ro'zani kunida bolalarim qo'lina 5 so'm maktabini bermasam, men ham 2 bolam o'qiydi maktabda. So'rasalar ham yo'q deyman. Chunki izi yo'q. Ana shuning uchun hammaga ham alam etadi. Xudo bor. Ro'zani kunida Xudo ko'rib turibdi. Xudoga solaveraman. Hech kim Xudodan ustun emas. Toshkentga qachon qaytasiz, xolos? Bilmayman, ishim bitishini qaytaman. Firmani bekityapman-da, soliqdan qarzim ko'payib ketgan. Nimadan Qoraqalpoqda ozgina qolgan pulimiz bor edi. O'sha pulni olgani boryapman, olib. Nelar soliqlarni to'lab bekitib tashiman firmani. Bekitib o'ylab o'tiribman-da, soliqdan qarzim ko'payib ketgan. Ishlamasangiz ham bari soliq yozar ekan. 2 yildan beri ancha bo'lib ketgan soliq. Yana shular yopishga boryapman, o'sha pulni olib yopib tashiyman firmanam deb. Ishlagida imkoniyatim yo'q. Oyog'im yaxshi ishlamaydi, o'tirgandan keyin turib yura olmay qolaman. O'ta qiyin ahvoldaman hozir. Sog'lig'im yo'qotib bo'ldim. Xo'p, telefonlashamiz. Sog' bo'ling. O'sha olasizmi qaytib qolaringizni? O'ylab ko'raman. O'ylanib javob beraman. Men uchun iltimos. Ertaga yana shu gapni eshitaman. Oybek aytganini bundan ham eshitaman. Ha? Oybekdan aytgan gapini bundan ham eshitar ekanman-da, seni falon ish qildik deganini. Oybeklarni unuting. Ular mana hozir birontasi turib bermaydi bu Sirojin akani oldida. Shu Oybekdan shu tovib berganda eng kuchli advokat meni akam postiyani birga yuramiz deb shu tovib bergandami? Va ikkisi birga yurar ekan. Biri advokat bo'lib, biri bloger bo'lib ish ko'rsatar ekanlardan. Shuncha gap o'tdi oradan. Nima ko'ngil uchun, "Opa nima bo'lyapti? Oybek aka bilan janjallashib qolibsizlar. Nima gap?" deb ham so'ragan yo'q. Yana buni biza palondek qildik degan gap meni jonimni o'tib ketgan. Men u gapni eshitadigan yoshda emasman, 65 ga kirganman. Gaplashamiz, bo'pti, Jahongir, telefonlashamiz. Xo'p. Men ishim bitsin, qaytishimda telefon qilaman. Bo'pti, sog' bo'ling, charchamanglar.